Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga Lexington tagidan ikki etajli uylarda Lexington tagidan unumli foydalanishni aytib o'tib ketamiz. Men ham shu yo'ldan foydalanganman. Aziz obunachilar, ko'rayotgan joylar bu yerimiz, bizning Lexington xonamiz 2,60 bunaqasiga 4 metr joyga joylashgan. Lexingtonimiz mana shu tomondan chiqib boriladi-da, 1 metr plashadka qilganda bu yoqqa yurib turib, orqaga qaytiladi. Shunda aziz qadrdonlar, biz tashqariga chiqish xod qo'yib ketganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 50-60 sm betonimiz baland turibdi, nolimiz. Undan keyin yana 3 qator sokul bo'ladi. Shundan keyin uyimiz toza ichi boshlanadi. Lexingtonimiz bu yerdan bu yoqqa aylanganda eng to'xtagan nuqtasi o'rtalig'i beli 1,5 ga to'g'ri keladi. Qadar 3 metrli xonamizda. Endi 1,5 metrdan agar buni beton to'liq qo'yib olganimizda eshik tashqariga chiqishi eshik 1,5 metr kichkinalik qiladi. Shuning uchun 1,5 metr plyus mana 50 sm 3 qator sokulimiz bilan 220 toza tashqariga chiqish xotimiz qoladi. Bemalol bu yerdan 3 ta 4 ta pog'ona bilan pastga tushib tashqariga chiqib ketaveradi. Kimlardir agar hammom qilmoqchi bo'lsa, shu narsani ham bayog'i bekiga oladi. Mana shu yerda hammom qilayotganda stashkani quyayotganda Lexingtonni quyasizlar. Bu yoqdan yana bu yoqqa qarab pastga Lexington bilan tushiladi. Bir ikki pog'ona bilan tushganingizdan keyin bu yoqda plashat yo'li tagiga Lexington tagiga bemalol hammom joylashtirib ketsanglar bo'ladi. Ikkita variant. Tashqariga chiqish xottiga bitta shunaqa narsa qo'ysanglar bo'ladi. Tagini hammom qilib yuborsanglar ham bo'ladi aziz qadrdonlar. Ko'rayotganinglardek hozir 120 joy bu yoqda qolgan bo'lsa, 260 bo'lsa 140 qolyapti. Bemalol bu yerdan bitta hammomni tushirib yuborsa bo'ladi aziz qadrdonlar. Tagiga ham. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bundan-da qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormas uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Kanalni kuzatib boringlar. Boshqa videolarimizga ham o'tib ko'rsanglar, bundan-da qiziq videolarni qo'yib joylab borganmiz qurilishga oid. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'ling.